Salom qizlar, kanalimga xush kelibsiz. Oldingi videolarimda biz O'zbekistonga qachon kelganimiz va nima sababdan kelganimiz haqida aytib o'tgandim. Mana shu qaytayotgan paytimizni videosi bu. Moskvadan bilib olsangiz ham bo'ladi. Qaynonam dunyodan o'tganlaridan keyin va turmush o'rtog'im kutilmagan voqealar bo'la boshladi. Qaynonamni janoza kunlarini ertasi kundan boshlab qaynotam bizni hovliga sig'dirmaslikni boshlaganlar. Bu narsa o'sha paytida paydo bo'lib qolmagan. Bu bizni turmush qurish davrimizdagi, hattoki turmush qurmasimizdan oldin ham bu ularni oilaviy o'zlarini muammolari bo'lib kelgan. Chunki turmush o'rtog'im esini tanib, onalari ekalari mana shu uyga harakat qilib, uy joy qilgunlaricha o'zlarini uylari bo'lmagan va bunga qattiq harakat bilan erishganlar. Xullas, bu narsaga batafsil to'xtalib o'tmayman va hattoki bizni nima uchun u yerdan chiqarib yuborganliklarini sababini kavlashni ham xohlamayman. Chunki har bir insonni o'zini qalbidagi niyati mavjud, qilayotgan xatti-harakatlarini sababi mavjud va siz bunga aralasha olmaysiz, o'zgartira olmaysiz va bila olmaysiz. Videoga ko'rib turganingizdek, hattoki uylariga kirib tozalashimga ruxsat bermaslar. Umuman olganda hovlini biror bir joyiga teginishimga ruxsat yo'q edi, lekin yo'q paytlarida, ish bilan chiqib ketgan paytlarida bu ishlarni qilib qo'yardim vazifam deb. Hattoki ovqat pishirsam yoki biror nima pishirib stollariga qo'yib qo'ysam ham yemasdilar. Ya'ni fikrlari noto'g'ri bo'lardi. Hayotiy xulosalarimdan biri, har bir inson o'zini mas'uliyatidagilarni a'lo darajada bajarishi juda ham muhim. Masalan, u kelinlik bo'lsin, onalik bo'lsin, rafiqalik bo'lsin, turmush o'rtoq, akalik, har bir insonni o'zini bu hayotdagi vazifasi mavjud va bu narsani mas'uliyat bilan bajarishi juda ham muhim. Va xuddi shu prinsipni har doim hayotimga qo'llayman va buni amalga oshirib kelganman. Har doim bir narsani unutmaslik kerak. Siz boshqa insonlarni hayotiy tanlovlariga aralasha olmaysiz va buni o'zgartirishni iloji yo'q. Bunga mas'ul bizni yaratganimiz bor va bu narsani u qanday taqsimlaydi, uni o'zi juda ham adolatli. Siz yashayotgan muhit ta'sir qilmay qo'ymaydi. Shuning uchun ham menga ham oson bo'lmagan, lekin o'zimni chalg'itishga harakat qilardim. Zakazga sevishganlar uchun sovg'alar tayyorlardim. Oldingi videolarimda ko'rgan bo'lsangiz, gullar yasardim. Parfumeriya bilan shug'ullanardim. Xullas, o'zimni chalg'itishga harakat qilganman. Turmush o'rtog'im ikkalamiz bu injiqliklar o'tib ketadi deb o'ylaganmiz. Hech bo'lmaganda 4-farzandimga homilador edim. Shu narsa to'xtatadi deb o'ylagandik, lekin adashibmiz. Baribir ham bizni yaxshigina katta mojaro bilan chiqib ketishga majbur qilganlar. Avvaliga ijaraga yashadik, keyin tashlandiq uchastkamiz bor edi. Ana o'sha yerga o'zimizga yarasha yashash uchun muhit yaratib yashadik. 1 yil o'tmay yaratgan bizga biz kutmagan eshiklarni ochib berdi. Ya'ni biz har doim xohlagan shaharga ko'chib bordik. Biz istagan sharoitda yashashni boshladik. Chiqib ketganimizdan keyin ham bizni orqamizdagi gap so'zlar, ig'volar, tuhmatlar tugamadi. Lekin bizga bu vaziyat juda ham katta saboq bo'ldi. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqardik. Atrofimizdagi kerakmas odamlar chiqib ketdi. Inson hayoti davomida doim nimanidir o'rganadi. Hayotidagi har xil baland-pastliklar, vaziyatlar tufayli. Aslo bu vaziyatlar sizga jazo sifatida berilmaydi. Shunchaki nimadandir xulosa olishingiz uchun. Mana shu vaziyatda yashab o'tayotgan paytimizda har doim turmush o'rtog'imiz ikkalamiz suhbatimizda bir narsaga qattiq shukr qilardik. Biz farzandlarimiz bilan, sog'lig'imiz bilan, yaqinlarimizni yo'qotish bilan sinalmayapmiz-ku deb shukr qilardik. Agar sizda ham hozir qandaydir vaziyat bo'layotgan bo'lsa, bir narsani esingizdan chiqarmang. Hech bir bandani siz haqingizdagi qarori, hukmi hayotingizni hal qilib qo'ymaydi. Sizni amallaringiz, ichingizdagi niyatingizni ko'rib turib va shunga yarasha kifoya qiladigan yaratgan bor.